Assalomu alaykum. Quyidagi aniq integralni hisoblaymiz. Integral 0 dan 1 taqsim 3 gacha integral ostidagi funksiya natural logaritm 1 plus 3x bo'lingan 1 plus 9x kvadrat dx. Yechish. Dastlab berilgan integralni yozib olamiz. 0 dan 1 taqsim 3 gacha natural logaritm 1 plus 3x bo'lingan 1 plus 9x kvadrat dx. Quyidagi almashtirishlarni bajaramiz. 3x teng tangens z. Bundan x barobar 1 taqsim 3 tangens z. dx teng dz taqsim 3 kosinus kvadrat z. Demek integral chegaralari demek 0 dan pi taqsim 4 gacha natural logaritm 1 plus tangens z bo'lingan 1 plus tangens kvadrat z ko'paytirilgan dz bo'lingan 3 kosinus kvadrat z. Bu teng bo'ladi 1 taqsim 3 integral chegarasi 0 dan pi taqsim 4 gacha natural logaritm 1 plus tangens z dz. Bu teng 1 taqsim 3 0 dan pi taqsim 4 gacha natural logaritm sinus z plus kosinus z bo'lingan kosinus z dz. Bu teng bo'ladi 1 taqsim 3 0 dan pi taqsim 4 gacha natural logaritm kvadrat ilzosida 2 kosinus pi taqsim 4 minus z bo'lingan kosinus z dz. Bu teng 1 taqsim 3 integral 0 dan pi taqsim 4 gacha natural logaritm kvadrat ilzosida 2 plus natural logaritm kosinus pi taqsim 4 minus z minus kosinus z dz. Bu teng bo'ladi 1 taqsim 3 integral chegarasi 0 dan pi taqsim 4 gacha natural logaritm kvadrat ilzosida 2 dz plus 1 taqsim 3 integral 0 dan pi taqsim 4 gacha natural logaritm kosinus pi taqsim 4 minus z minus natural logaritm
kosinus z dz. Bu teng bo'ladi 1 bo'lingan 3 natural logaritm kvadrat ildiz ostida 2 integral 0 dan pi taqsim 4 gacha dz plus 1 taqsim 3 integral 0 dan pi taqsim 4 gacha natural logaritm kosinus pi taqsim 4 minus z minus natural logaritm kosinus z dz. Bu teng bo'ladi pi taqsim 24 natural logaritm 2 plus 1 taqsim 3 integral 0 dan pi taqsim 4 gacha kosinus natural logaritm kosinus pi taqsim 4 minus z minus natural logaritm kosinus z dz. Buni yulduzcha bilan belgilaymiz va ikkinchi qo'shiluvchidagi integralni j harfi bilan belgilaymiz. J barobar integral 0 dan pi taqsim 4 gacha natural logaritm kosinus pi taqsim 4 minus z minus natural logaritm kosinus z dz. Endi bu integralda quyidagi almashtirishni bajaramiz. Z barobar pi taqsim 8 minus u dz barobar minus du. Bu holda bu integral yani j barobar integral chegarasi pi taqsim 8 dan minus pi taqsim 8 gacha natural logaritm kosinus pi taqsim 4 pi taqsim 8 pi taqsim 8 plus u minus natural logaritm kosinus pi taqsim 8 minus u va bu yerda minus du. Bu teng bo'ladi. Integral chegarasini almashtiramiz. Holda minus pi taqsim 8 dan pi taqsim 8 gacha natural logaritm kosinus pi taqsim 4 plus
u minus natural logaritm kosinus pi taqsim 8 minus u du. Endi integral ostidagi funksiyani fu bilan belgilaymiz. Ya'ni fu barobar natural logaritm kosinus pi taqsim 8 plus u minus natural logaritm kosinus pi taqsim 8 minus u. Endi bu funksiyani minus pi taqsim 8 dan pi taqsim 8 orasida tog'ligini ko'rsatamiz. Ya'ni f minus u teng natural logaritm kosinus pi taqsim 8 minus u minus natural logaritm kosinus pi taqsim 8 plus u. Bu teng minus natural logaritm kosinus pi taqsim 8 plus u minus natural logaritm kosinus pi taqsim 8 minus u. Bu teng minus fu. Demek fu tog' funksiya ekan. Demak fu tog' funksiya. Ya'ni bu minus pi taqsim 8 u pi taqsim 8 oralikda. Shuning uchun z integralni qiymati 0 ga teng. Shuning uchun yulduzchadan kelib chiqadiki 0 dan 1 taqsim 3 gacha integralimiz natural logaritm 1 plus 3x bo'lingan 1 plus 9x kvadrat dx teng pi taqsim 24 natural logaritm 2. E'tiboringiz uchun rahmat.